Assalomu alaykum hurmatli elektromobil ishqibozlar. Sizlar uchun elektromobil jinnisi olib kelib qo'ydik. Bu Rubakar UE01 bo'lib, zikr bilan samimiy Baidu bilan Geely firmasidan chiqadi. Bu mashinasi bu bo'lib 23 ming yurgan, nima funksiyalari bor desa, auto abagrev massajlarigacha bor. Bitta to'liq zaryad bilan 660 km yuradi. 90% funksiya monitordan boshqaradi. Obzor oxirigacha ko'rsangiz, narxlarni aytib o'tib ketaman. Ma'lumot sifatida yana bitta narsa aytib ketaman. Bu limited edition faqat 2 mingta chiqqan polni hibrid 2 ta motor. Narxi keladigan bo'lsak, elektromobil jinnilar uchun 28500 qilib qo'ydik. Kraskalarini tekshirib olasizlar.